katta bum. Voh, bu paqir ochilmadi-ya, qo'pqoq aka. Ha. Voy, gap yo'q. Uchinchisi malades. Akalar, bugun men Farg'onaga kelganman. Nech metr baland mashina? Nech metr aka? 7 metr. 7 metr. Bu ikkinchi qavatdan ham balandroq, ha? Plastik maxsus paqirlar chiqarib berishadi. Bu paqirning ichida paqirada, mana qaranglar. Onasi demsa og'irligini. Mana, qaranglar, ancha suv bor edi buni. Mana unda tosh bor edi, shuncha tosh bor edi, qaranglar. Zo'rmi? Xullas, video davomida hozir zavodni ichiga kiramiz. Har xil turlardan, har xil ranglardan tayyorlab berishaveradi. Mana ichida ham yana bitta razmerdagi paqirimiz bor. Assalomu alaykum, hurmatli biznesmen, tadbirkor akalar. Bugun sizlar bilan mana shunaqa paqirlar ishlab chiqaradigan zavodga keldik. Paqirni ko'pligini qaranglar. Baquvvatligiga alohida 5 video davomida buni ko'rsatib beramiz. Turlari, narxlari haqida ham gaplashamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, qancha ko'p olsangiz, shuncha arzonlatib berishaveradi. Bu paqirlarga quyilgan mahsulot boshqa paqirga quyilgan mahsulotlardan ko'ra yaxshiroq sotiladi akalar. Chunki sifati zo'r buni. Chetga eksport qilganda ham uyaltirib qo'ymaydigan darajada sifati yaxshi ekan. Xo'p, ranglari, turlari, mo'yoqlardan. Xo'p, mana shunaqa upakovkalangan qalin kilonkalarda bo'ladi. Stress salafan o'ralmagan, maxsus kilonkalarda. Xo'p, rangi turi, bunaqa yam-yashillari ham bor ekan, qip-qizillari ham bor ekan. Bunaqa olov ranglari. Xullas akalar, bugun bu zavod haqida sizlarga aniqroq ma'lumot beramiz. Video davomida Yodgor akamiz chiqib sizlarga go'zal ma'lumotlar berishadi. Undan tashqari, yana eng muhimi, Eldorado Uzlandi paqirga aloqaga chiqsang, yaxshigina bonus qilib berishadi. Alohida bonus qilib berishadi. Videoni boshlaylik. Farg'ona Toshloqqa kelganmiz akalar. Bu yerda tadbirkor akalarimiz ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga qulaylik yaratish maqsadida salom ko'rib rahmat, o'zi yaxshi charchamayapsiz. Rahmat akajon. Qani bu akalarimizda paqir bor ekan. Akalar, paqir Optimda zavodiga kelganman. Kimga qanaqa turidan kerak bo'lsa, hozir Yodgor akamiz bu haqida to'liq ma'lumot beradi. Aka, charchamayapsizlarmi? Xudoga shukr, o'zlaring yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi aka? Rahmat sizlarga. Xo'p aka, bizni Zaraka Plus korxonamizda hozirgi kunda asosan 5 yil o'lchamdagi paqirlar ishlab chiqaryapti aka. Xo'p, tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mana shu turgan hamma paqirlarimiz bizni Zaraka Plus korxonamizda ishlab chiqariladi aka. Bizda hozirgi kunda 3 litrdan boshlab 18 litrgacha paqirlar ishlab chiqariladi aka. Bu 3 litrli paqirimiz bor, bunga 4 kilo emulsiya solishadi. Bu 7 litrligimiz 10 kilo. 11 liga 14 kilo, 16 liga 20 kilo, 18 litriga 25 kilo emulsiya solishadi aka. Zo'r. Sifatiga alohida 5 akalar video davomida buni tomlardan otib sinab berganmiz. Baquvvatligiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, rangini ham qizig'i yo'q ekan. Xo'p, aka, bizda hozirgi kunda 16 xil turdagi ranglar mavjud aka. Masalan, biz ranglarimizni tavsiya qilamiz. Agarda o'zida ideyasida boshqa ranglar bo'lsa, bizga ko'rsatsa, o'sha rangni ham chiqarib beraveramiz. Lekin brendidan rangidan qilib beraveramiz. O'sha etiketkasi masalan qanaqa rangda bo'lsa, o'sha rangga moslab qopqoq hisobini ili komplekt holatda qilib beringizda, komplekt holatda qilib beramiz. Zo'r. Ular professional darajada ishlashadi, buyurtma qabul qilishadi. Xo'p, aka, ishlab chiqarish quvvati qancha? Masalan, 1000 ta paqirni necha kunda chiqarib bersa bo'ladi? Xo'p aka, masalan, mijozlarimiz zaryadka qiladigan bo'lsa, zakaz qilgan kundan boshlab 3 kun ichiga dastavkaga olib borib beramiz. Dastavka xizmatlari ham mavjud bizda. Toshkentgacha bepul, ha? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkalarimiz bor. Xo'p, Toshkentgacha bepul bo'lish uchun qancha zakaz olish kerak? Xo'p, masalan, asosan 16 litrligimiz paqir ko'proq ketadi, o'sha turgan paqirlarimiz. Masalan, kamida 1,5 mingta, 2 mingta zakaz qiladigan bo'lsa, aka, Toshkentgacha bepul dastavka qilib beramiz. 1,5-2 mingtaga Toshkentgacha dastavkani o'ylashmaydi, zakaz berishsa bo'ldi. Zakaz berishsa 3 kun ichida yetkazib olib beramiz aka. Zo'r. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar, xohlagan razmerda, mana shu ko'rib turgan rangchidan tanlab buyurtma bersalaring bo'laveradi. Xo'p, pul o'tkazish, to'lov turlari. Xo'p, to'lov turlari aka, masalan, klik orqali, ili shu pritslarni, ili naqd pul orqali ham bemalol to'lov qilsa bo'ladi. Ha, nasiya bo'lmasa bo'ldi ekan-da. Ha, shunaqa. Bo'ladi. Ba'zilar aka, shohli pishganda beraydi degani ham chiqadi. Ha, to'g'ri, shunaqalar ham uchrab turadi aka. Xullas, aloqaga chiqinglar akalar, kelishib ishlaymiz, xudo xolasa. Rangi, turi, litrlari haqida ma'lumot berdik. Hozir ishlab chiqarish zavodiga ham jichcha bir kirib, ozginacha video chaqib beramiz. Ketdik. Ishlab chiqarish zavodiga kirdik akalar, nihoyatda pokiza, juda ozoda.
sababi sizlar oziq-ovqatga ham idish chiqarib berasizlar, Shu paqichalar. qurilish mollaridan tashqari oziq-ovqat mahsulotlariga ham aka paqirlar ishlab chiqarib beramiz. Juda zo'r. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, mahsulotdan muammo yo'q. Seriyalar qaydiki aka bu? Bular shortandan chiqaradigan seriyalarimiz aka. Xudo xolasa, sifatlari zo'r. Faqat shundan ishlatamiz, sifat yaxshiligi uchun. Eng sifat yaxshisi bular, ha? Ha. Hop, mana bu yerda mana qaranglar, oppoq. Ajoyib. Zo'r. Hop, mana bu yerda yangi chiqqanlardan ham ko'rsalaring bo'ladi. Xullas akalar, buyurtma beraverasizlar. Oziq-ovqat, sut mahsulotlari, quruq mahsulotlar, suyuq mahsulotlar, qo'yiq mahsulotlar hammasiga bor. Bor. Xo'p, akalar, bu yerda asosan zakazga chiqarilgan paqirlarni ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari sizlarni paqirlaring ham tez orada zakaz bersang, mana shunaqa joyga chiqib turadi, xudo xolasa. Mana rangi, turi hech qanday muammo yo'q. Upakovkalangan mana shunaqa holatda boradimi hammasi? Upakovka qilingan holatda bo'ladi hammasi. Tushunarli. Qaranglar bu. Nechta bo'ldi Yodgor aka? Xo'p, eng katta paqirlarimiz 30 tadan bo'ladi, keyingisilari 50 tadan bo'ladi. Kichkinalar. Maydalari 50 tadan, ha? Aha. Ranglari har xil, upakovka kilankalarga kiydirilgan holatda ketyapti. Endi bizning kanalda asosan ishlab chiqaruvchilar Prevertin, bir narsalar chiqarasizlar mana. O'zlaringiz zavod olayotgan joydan bu akalarda arzon, sifati ham boshqacha. Tepalardan tashlab, tomlardan otib ko'rganimizni ham zo'r turdi. Bu qopqoqlar ekan, ha? Ha, qopqoqlar bu. Zo'r. Shunaqa gap ekan. Aloqaga chiqinglar, akalarimiz bizning nomimizdan chiqar aka, bonus qilib berasiz. Xudo xolasa qilib beramiz. Chiroyli bonus taqib berasiz. Inshaalloh qilib beramiz. Ekranda raqamlaringni qoldirdim, aloqaga chiqishadi. Bo'ldi aka, xudo xolasa.